Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli musofirlar, O'zbekiston ahli. Mana yangi yil ham kirib ketdi. Yangi yil kirib kelganini ham bilmay qolibmiz ish bilan bo'lib. Hammalaringni yangi yil bilan tabriklab qolamiz va shu musofirlar uchun bir tilagim bor. Bir yildan keyingi yangi yilda iloyim yolg'izlikda emas, o'z farzandlaring bilan ota-ona, aka-uka, opa-singillaring, ahli-ayonlaring davrasida, xursandchilikda kutib olishlarini tilab qolamiz. Yolg'izlik bu juda ham yomon. Endi tirikchilik ekan, yuribmiz shu bola chaqani boqamiz deb. Shuning uchun barcha aka-uka musofirlarim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Ko'rishguncha.